Assalomu alaykum hammaga. Bugungi maqsadimiz OneBlockda maksimal kuchayish. Hozir bu birinchi qism bo'ladi. Keyingi qismlar chiqishini xohlasangiz kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Unda boshladik. Minecraft'larni ko'rdim. Agar o'zini tashlasa lapata berar ekan. Biz tekshirib ko'ramiz. Ozgina kengaytira olaylik. Tekshirib ko'ramiz. U rostdan ham rostiga ters ishonmadim. Xuddi ana shu Minecraft ekan. Taxta chiqibdi, daraxt yaxshi. Bu birinchi sandiqimiz. Uncha narsa bermadi-yu, bo'ladi. E'tiborni ozgina blok qilamiz. Taxta ko'p chiqyapti. Cheshqani yoshim ko'rasizlarmi? Kimga mod kerak bo'lsa Telegram kanalida tashlab qo'yaman. Yaqinda hamma modlar tashlanadi. Juda bir-biridan qiziq modlar. Ko'rib o'tinglar. Yana sandiq chiqdi yaxshi. Bir xil narsa почти. Bitta tarz berdi boshqacha. Ozgina kengaytiraylik. Olamiz. Sağ ötüp gitti. İyi. Oydu. Ya. Haqiqiy oy. Yo-mayo. Ko'ringlarsizlar. Trolling seriyozniga. Shunaqa mod kerak bo'lsa bemalol aytaveringlar, tashlab beramiz. Kanalga o'tinglar. Kanalda hamma mod ishlatayotgan. Ko'p modlar bor, hali o'yin davomida ko'rasizlar. Bitta yotoq kerak edi lekin. Hech kim ko'rinmabdi hamma. Minecraft lekin Java versiyasi qilsa bo'ladi, lekin Javada juda chiroyli ko'rinadi. Mana bu joylarni ham ko'ryapsizlarmi? Juda zo'r. Sandiqlarni qo'ya olaylik. Nima bo'ladi? Zo'r mod qo'yganman telefonda o'ynaydiganlar uchun. Juda zo'r mod. Hozir ko'rsataman. Olaylik. U 100% gapimga javob beraman, suv bo'lishi kerak ishida, chunki ovozi ham eshitildi. Nima dedim men? Davom etamiz. Bu hali birinchi qism. Ikkinchi qismi ham chiqadi.
Sağ qo'l shula. Juda ko'p mod qo'shyapman-da, shuning uchun. Shader 3 ta shader. Nima edi bu? Shu ko'ryapsizlarmi? Kechqurun qanday bo'lishini? Nima kirib ketdi? Normalize qo'yaylik. Chiroyliligini. O ham shunchalik, osmon shunchalik chiroyli bo'ladimi? Davom etamiz. O'tirolganman. Yaxshi taxta berdi. Ko'rasizlarmi qimlashini? U ana sizlar aytgan narsamizni ko'rsataman. Ana ko'rasizlar yorug' qilibdi. Ana bu qo'lni olsam qorong'i, yorug'. Qarang, chap qo'lga o'tkazib bo'lmaydi buni. Bitta usuli bor. Shuni bitta versiya kesamiz. O'zini tushib ko'rsataman, hayron qolasizlar. Shu modni qidirib yurganlar ham bor. Ko'rsataman. Mana bu cho'pni qo'yasizlar. Mana ikkita qilib, keyin mana bu torch fonarchani qo'yasizlar. Mana fonar bo'ldi. Bilsanglar bir boshqacha bu fonar. Bu fonar chap qo'yilsa ham bo'ladi. Ana endi bemalol mayn qilaveramiz. Hozirgina bu joyda kengaytiraylik. Hali dahshatlarcha qushab ketamiz. Hali ko'p narsa qilamiz. Like va komment yozinglar, o'z fikringizni qoldiring. Albatta men o'qiyman. Narsadan qo'yaylik. Mana nima bu? Nima dedi? Nima yozib chiqdi? Oho. Profilga degan kiraylikchi. Check balance. Hozir pul tiqish kerakmi yo pulingni shunday deb o'zi yozdimi? Bilmadim. Masalan qo'yaylik. Yiqilish ehtimoli katta-da. Agar bitta lava chiqsa, yaxshi bo'ladi. Bitta daraxtni saqlab qo'yamiz. Agar mana shu otsam, agar chiqsa, sirasi hozirdan like bosasizlar. Agar birinchi urinishda chiqsa, like bosasizlar. Yo, obuna. Ikkinchi urinishda bo'lsa, agar like va uchinchi urinish bo'lsa, komment. Like bosinglar. Like. Jo'jani. Yangi versiyalarda bu shunday chiroyli qilingan. Aytadigan darajada. Nima bo'lyapti? Sap qochishlar bo'lyapti. Ishlab ketdi. Hayron qo'limman. Upgrade. Yangi faza, ikkinchi faza. Yo, nima bo'ldi? Kechalar birdan kamera ishlamay qoldi. Bu olamdan chiqaryordi. Juda ko'p shader qo'shaverganman. Shuncha bitta shaderni qo'shdim. Osmon shaderini. Davom etamiz. Sal qotayotdi bo'ya. Endi sal yaxshiroq qildik. Sizga yaxshi
Esa tushib ketasan. Kimni uyida sigir bo'lsa, kommentda qoldirib ketinglar. Men uyimda sigir bor deb uryorsanmi? Men bitta narsani qo'shyapman, moblar boshqacha bo'ladi. Daraxt ko'rasizlar, boshqacha. Buni bir odatiyroq, bir boshqacha qilish kerak. Kaktus daraxtdan bor ekan. Shuncha paytdan beri versak esimga. Boya yashadim, hammasini o'tga urib dab-daraxt tayyorlabdi. Endi yaxshiroq qilamiz. Boyagi usul ko'rsatgandek. Sal uncha emas, sal ishlamay qoldi-da. Bunda etimam deyman-da. Biz hamma narsalarni etaman. Endi shunisi bu tepada turadi. Bu mana bu yerda, bu esa mana bu yerda. Endi esa chap qilib olamiz. Qo'chatadir. Boyagi hamma narsani qo'yadi. O'sha narsani tekshirib ko'ramiz. Mana bu kerak emasmi? O'zimizda olib tushamiz. Mana bu tursin etga borishimiz mumkin. Hali kelajakda tuxumlar yana paydo bo'lib qolibdi. Pumpkin ham tursin. Narsalarim ketdimi? Nimagadir ketmadi, lekin yana bir marta yiqilaylikchi. Endi beradi. Shu. Endi bermasa kerak. 3 bo'ldi-ku. Yaxshi, birdan toshlikka o'toldik. Juda yaxshi. Mana toshlikni olib qo'yamiz. O'lmaykanmiz. Shuni o'zimni o'ladigan qilishim kerak. Bo'lmasa xuddi g'irimda bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun shuni game degan joyga bosamiz. Eng oxirgi tushiramiz. Koordinata kunlarni ko'rsatsin endi. Yashab qolishimiz kerak. Yo'qamiz, endi kerak degan bosilgan ekan. Tamam. Samonaroqki. Belki bize kelayapmiz. Boyaman narsa qilaman diyorum. Bu daraxtdan ketadi. Daraxtdan qilaman diyorum. To'rdan yetadi. To'rdan. Nimada o'zi? Nimadir paydo bo'ldi. Bundan yana zombilar chiqadi. Sorry. Depozitsiya qo'yaman. Birinchi qism shu yerda tugaydi. Ikkinchi qismni ham tez orada chiqaramiz, chunki agar 15 minutdan ko'p qo'ya olmayman. Sog' bo'ling, omon bo'ling.